Hurmatli tomoshabinlar, sizlar uchun qayerdan topaman bunaqalarini? Aziza qilib mol qilib boqadigan. Voy mashalloh, hurmatli tomoshabinlar, mana simentalni o'sha zo'rini olib boqaman degan ukalarga tushadigan variantida. Akalar like bosib video rolikni oxirigacha ko'ringlar-da. Xudo xolasa oyog'idan baraka topadigan, olti bosh chiroyli, yaxshi sifatli simental xonajinlar hurmatli ukalar. Hurmatli tomoshabinlar, yurishtirga qaranglar, bularni baho beraverasizlar hurmatli ukalar. Xudo xolasa. Bismillah. Assalomu alaykum. Nurullo Uz kanali hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari, simental xunajin ishqibozlari. Bizni kutgan aka-ukalar. Xudo xolasa video rolikni oxirigacha ko'ringlar, videoni qattig'i bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, biz bugun Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arabmazorda, ya'niki o'zimizni bog'damiz. Hurmatli aka-ukalar, sizlarning e'tiborlaringga bugungi video roligimizda 6 bosh yangi partiya simental xunajinlarda narx-navo ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha beramiz. Kimga narx sifati ma'qul kelsa, uni ikkita viloyatni bozorga taqqoslab, ustida kelib bemalol savdosini qilib olishlari mumkin. Aka-ukalar, eng arzoni, eng bunaqasi bas. Lekin mollarimiz xudo xolasa olib boqqanda baraka topadigan, yaxshi, chiroyli, sifatli xunajinlar. Hurmatli aka-ukalar, like bosib, kommentariyaga o'z fikr mulohazalaringizni qoldirib turasizlar. Qo'ldan kelgancha yurgizib, turgizib ma'lumotni beramiz. Yosh kichkinasidan boshlab o'sha kattasigacha hammasini qo'ldan kelgancha ma'lumotni beramiz. Hurmatli aka-ukalar, mana shu baylanib turgan turbani bo'yi 1.25. Shunga o'zlarining hisobini chiqarib olasizlar. Mollarimizni mashindan tashqari narigilarda eng kichkinasi ham o'sha 1.25 plyusidagi mollar, xunajinlar. Mollari mana shu ikkalasi 1.30 tepasida, narigi o'rtada ikkita turgan shu 1.25 plyusidagi xunajinlar. Xudo xolasa olib simental boqaman degan aka-ukalar bo'lsa, qo'ldan kelgancha narx-navosini yoritamiz. Hurmatli tomoshabinlar, like bosib turasizlar. Bir boshdan shu chiqi yechib sizlarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa, hurmatli tomoshabinlar, mollarimiz o'ta ham chiroyli, o'ta ham sifatli, yuvoshligi, yemoq-ichmoqliklari hamma yo'g'i joyida. Suskalari aka-ukalar, mana ko'ryapsizlar, ko'rinyaptimi? Suskalari, yuvoshlilari har bittasiniki behijolat. Buqaga xudo xolasa kelib turibdi. Hammasini yuvoshligidan behijolat. Olib, maza qilib mol qolaman deganga tushaveradigan behijolat mollar. Hurmatli tomoshabinlar, faqat sizlar like bosib turasizlar. Muhammad Sodiq bilan birgalikda sizlarga yechib birozgina ma'lumotini beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, Muhammad Sodiq ash kichkinani yechib, hurmatli aka-ukalar, ash bir boshdan boshlayveramiz. Narxini yengil tez aytamiz. Aka-ukalar like bosib chorvadorlarga jo'natib boramiz. 3 oydan o'tyapti. Silos kepek hamma yo'qni yeydi, hurmatli tomoshabinlar. Behijolat. Mana o'zingizlar ko'rib, xolis bahosini beraverasizlar. Tuyoqlariga har tomonlama u betiga qora tegib qolibdi. Endi sovuqda kunda yuvib cho'miltirmadik. Mollarimiz bir tomondan aytib o'tganda yuvib, tozalab, pardozi yo'q. Ya'ni boricha ko'rsatamiz, narx sifati ma'qul kelgan odam olaveradi. Hurmatli tomoshabinlar, xunajin 3 oydan o'tyapti. Xudo xolasa, silos, yem, hashay hamma yo'qda yuraveradi. Narxini 19,5 million so'mga vodiy bo'ylab yetkazib borib beramiz. Mana tuyoqlari, o'sha bo'g'imlari, ishgan joylari hamma tomonlama e'tibor berib ko'raverasizlar. Mana sutdan chiqqan o't, yem, hashay. Hurmatli tomoshabinlar, navbatdagisi birinchi molimiz narx-navosi 19 million 500 ming so'm. Vodiy bo'ylab yetib boradi. Hurmatli aka-ukalar, navbatdagisini ko'rib yurish-turishlarini. Yuvoshligi, har tomonlama yemoq-ichmog'iga garantiyalar beriladi. Hurmatli tomoshabinlar, ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqib kelaverasizlar. Hurmatli aka-ukalar, navbatdagisi ko'ringlar mana. Yosh. Hurmatli aka-ukalar, 13 oy 14 oy bo'lyapti. Kilosi 350 kilo, 400 kilo. 350 kiloning tepasida, 400 kilo plus minusidagi, hali buqaga qo'ysa bo'laveradigan simental xunajin. Hurmatli aka-ukalar, buning narxini 33 million so'mga xudo xolasa vodiy bo'ylab yetkazib olib bortirib beramiz. Hurmatli aka-ukalar, endi akalar bitta narsaki, bo'ladigan bor narxini aytamiz. Hali nima qilishmas, boricha aytamiz. Narx sifati ma'qul kelgan odam bemalol aloqaga chiqib savdosini qilaveradi. Hurmatli aka-ukalar, Muhammad Sodiq, mana ko'ringlar. Hurmatli aka-ukalar, 33 million so'mga vodiy bo'ylab yetib boradi. Mabodo agar hammasini bir joyga olaman degan, bir qo'ra qilib boqaman degan aka-ukalarga ham
aloqaga chiqaverasizlar, kelishtirib beramiz. Bo'ldi, bayloning. Mana. Tutaylari har tomonlama to'ralasi joy-joyida, hurmatli tomoshabinlar. Suskalari uzun-uzun. Yoshligidan muammosi yo'q. Navbatdagisi. Bo'ylari akalar, o'sha eng kamini ham bo'yi 1.25 plus edi. Shu tomonni hisobga olib ko'rasizlar. Hop. 3-molimiz. Mana. Bu ham o'ta zo'r, otga o'xshab turibdi, hurmatli tomoshabinlar. Ishqibozlari o'laydigan bo'lsa. Mana. Joni inson bu yer. Aka buni olib bormasdan novosga qo'ysa bo'ladi. Ha, sraz novosga qo'ysa bo'laveradigan variantda. O'zim bolam kuyibdi aka. Rosa kuyib turibdi. Mana, buni ham bo'yi. Endi o'lchab ber deganga metr solib, o'lchab berilaveradi, u tomondan muammosi yo'q. Kallasini ko'taribdi fonga o'shangin. Voy, mashalloh, hurmatli tomoshabinlar. Ishqibozlari olib maza qilib o'qiydigan variantdagi simintan xunajinlar akalar. Har doim uchiravermaydi. Lekin oyog'idan xudo xolasa baraka topadi. Ishqibozlariga yo'lida qilib kelishtirib qilib beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, 33.500.000 so'mga bunisi vodiy bo'ylab yetib boradi. Bo'ladigan realniy narxlar aytyapmiz akalar. Hisobi chiqqan odam telefon qilib nima qilaveradi? Xudo xolasa olib bortirib beraveramiz, hurmatli akalar. Mana 3-molimiz, birinchisi 19,5, ikkinchisi 33, uchinchisi 33.500.000 so'mga vodiy bo'ylab yetib boradi, hurmatli akalar. Like bosib turasizlar. Narxi yo'lidasi mana shu ikkitasi narxi yo'ldaroq. Endi hammasi ham o'ziga qarab, hurmatli tomoshabinlar. Bitta yeb ichishlarni ham ichkarida bitta ko'rsatib beramiz. To'rtinchidagi molimizni o'zingizlar ko'rib, mana hurmatli tomoshabinlar, shoxini urib olgan. Mana shu yerdagi faqat shox kuydirilmagan variantda. So'skalari, oyoq qo'li uzun. Chiroyli holatda, mana. Hech joning zo'r bo'yi. Mana hurmatli tomoshabinlar. Olib mol qilaman degan odam xudo xolasa lekin baraka topadi, hurmatli tomoshabinlar. Hurmatli akalar, buni yoshi rosa 1 yosh. Buni ham kilosi lekin 350 kiloni tepasida. Mollar kichkina mol emas. Endi buni hali kattaytirib yoki boshqa qilish emas. Hali pardoz yo'q, boricha ko'rsatyapmiz. Sababi akalar, biz buni fermadan olib chiqyapmiz, obunachilarimizga beryapmiz. Ishonib olayotgan odam bizga hali nima deydi? Pardoz emas, uyda turgan holatdagini ko'rsin, ana o'shanda maza qilib olib baraka topsin. Hurmatli akalar, buni narxini hurmatli tomoshabinlar 28 million so'm vodiy bo'ylab Xudo xolasa yetkazib borib beramiz. Baylavering Xonsodiq. Mana hurmatli tomoshabinlar. 28 million so'mga vodiy bo'ylab boradi, hurmatli tomoshabinlar. Ishqibozlari, aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar. Endi so'ragan ko'p edi, juda ko'pchilik videosini tashlab ber, o'zim olaman degan insonlar ko'p. Aka-ukalar, lekin biz birinchi navbatda shu maqsadimiz yaxshi narsani xalqimizga yetkazish. Faqat like bosib turasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Navbatdagi molimiz novot rangidan, tuyoqlari baquvvatidan boqaman deganlarga. Bu ham shox kuydirilmagan, mesniy variantdagisi. Hurmatli akalar. Mana shu eng mana shu bo'yi kichikroq, mana shu 1.25. Mana shular 1.25 chiqarsa kerak. Lekin sog'lomligi, o'ynab turishi, shalpon quloqliklariga har tomonlama o'zingizlar xolis bahosini beraverasizlar. Endi qishki kunida shu juni o'sganroq varianti, lekin olib bitta odam baraka topaveradi. 27.500.000 so'mga hurmatli akalar. Mana shu ham vodiy bo'ylab yetib boraveradi. Tortingda chuk. Oyoqlari o'ta baquvvat. Tuyoqlariga yetib boringlar. Hammasi bichimi o'ziga yarashgan, narxi ham o'ziga yarashgan. Unaqangi qimmatbaho narxlar aytmayapmiz. Bitta odam olib ertaga buni bo'g'oz qilib 7 oy, 8 oylik qilib sonli olib chiqadigan bo'lsa ham, xudo xolasa 50 million tepasidagi bo'g'ozlar bo'ladi-da. Shu tomonni hisobga olib qo'yinglar. Endi chorvaga pul tikishdan maqsad hamma ham foydalanish. Shuning uchun endi biz qo'ldan kelgancha yengilroq optim narxda olinyapti. Optim yengil qilib qo'yib berilyapti, hurmatli aka. Endi buni tushungan tushunadi. Lekin buni yotib olib
birovning mehnatiga har xil deydimi, noto'g'ri narsalarni kerak yo'q. Boricha Xudo xolasa qabul qilaverasizlar. Sizlarga chiroyli, yaxshi narsalarni 2026-yilda zo'rlarni olib kelib ko'rsataveramiz. Kommentariy yozmanglar. Mana bunaqa. Otangga rahmat deb like bosib qo'yasizlar. Bunchalik qilib mehnat qilgan otangga rahmat deb qo'yasizlar. Hurmatli ukalar, baylarim Xon Sodiq. Hurmatli tomoshabinlar, 27 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab yetib oladi. Akalar, aytib o'tyapman. Bo'ladigan, realniy bo'ladigan narxlarni nima qilyapman. O'sh bittasi, mashinali kattasi oyog'ini uryapti. Lekin mollarda iliklari, suvaylari baquvvat variantida. Ittiga bo'l baylab qo'ying. Ittiga mol qilganlaringni ham Xudo xolasa o'sha baraka topadigan Xudo xolasa mol bo'ladi. Mana oxirgi molimiz, hurmatli ukalar. Buni bo'yi 140 ga boradi. Hurmatli ukalar, ishqibozlariga buni bo'yi 140 ga boradi. Yeb ichishi, sog'ligi, salomatchiligi odam. Lekin bular mashi bilan u nariga buqaga kuykib, suv kelib turibdi. Yaxshi bir buqa bo'lsa, qo'yib olsa, yo'qmasa urug'ga qo'ydirib olsalaring, Xudo xolasa bo'laveradi. Akalar, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Yurish turishi, tanjon sog'ligidan Xudo xolasa behijolat. Buni bunday yaqinlashtirib, bunday pastdan katta qilib olgan boshqa, bunday qilib borini ko'rsatgan u boshqa narsa. Shuning uchun mana Voyjon inson bo'lgan. Mana hurmatli ukalar. Buni narxi Hurmatli tomoshabinlar. Xo'p, yosh oilaga keladigan bo'lsak, ashi 14 oylik atrofida bo'lyapti. Lekin bo'yi 140. Shu bo'ychanrog'ini, yiriroq variantigini boqaman degan aka-ukalar ham, Xudo xolasa telefon qilishsa ishlari bitadi. O'zbekiston bo'ylab. Ush. Ashiyachilik ketdim hozir. Hurmatli aka-ukalar, mashinasi buqaga kuykib turibdi ekan. Bo'ldi baylar. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, hurmatli tomoshabinlar, buni ustunga baylarga nashik. 34 million so'm. Xudo xolasa vodiy bo'ylab bu ham yetib boraveradi. Unaqangi 38, 39 yo'q akalar. 34 million so'mga Xudo xolasa buni ham yetkazib olib beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, mollarimizni o'sha pardozsiz shunday holatda ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa mollarni olgan odam baraka topadigan chiroyli sifatli mollar ekan. Like bosib, do'stlarga podpisa qilib qo'yamiz.